Janjaldan so'ng Azizbek mana shu Namangan viloyati Namangan tumanidagi shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga olib kelingan va olib kelingan vaqtida uning ahvoli qanday edi va unga qanday tashxislar qo'yilganini hozir shifokorlardan bilib olamiz. Azizbek 25-aprelda shoshilinch tez yordam bo'limiga kelgan. Abdulla Sujun aka qabul qilganlar. Kelgan vaqtida bemorning ahvoli og'ir bo'lgan, shu bor yo'q holatda bo'lgan. Olib kelganlar so'zicha o'sha ikkita tanish bola urgan deb qilingan. Bu yerda reanimatsion yordam ko'rsatilgan, jarohatlarni birlamchi chiqarishga ishlov berib turib, tikilgan, choklangan joydan jarohatini choklab, reanimator tomonidan ko'rgandan keyin rentgen qilingan boshlarini, ko'krak qafaslari, hammasini rentgen qilib tekshirishlardan o'tgandan keyin reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan. Shu bor yo'q holatda edi. O holatda borgan sari og'irlashib borgan. Reanimatsiya bo'limiga o'tgandan keyin tashqi ta'sirlarga, misol javoblarga reaksiyasi bo'lmagan bolalar. Keyin MCKT qilindi. Boshini reanimatsion muolajalar olgandan keyin MCKT qilish tavsiya qilindi. Neyroxirurg chaqirildi o'sha paytda sanatsiya orqali neyroxirurg ko'rdi. Neyroxirurg ham o'sha diagnozga bosh miya yopiq og'ir shikasti, miya og'ir darajada latishi, subarahimdan bo'shliqlarga qon quyilishi, miya yarimta sharlarini subdural gematomasi turib diagnoz qo'ygan. Internetda ko'plab latigan jarohatlar bilan bo'lganda qilindi. MCKT qildik. MCKTda bosh suyakda siniq aniqlanmadi, lekin o'sha peshona chakka sohasida gigroma aniqlangan. Bu bemor oldindan davolanib yurgan bo'lgan. Wilson Konovalov sindromi bilan davolanib yurgan. Bundan tashqari jigar sirrozi kasalligi bilan kasallangan, u bilan ham uchta turgan bo'lgan. Bemorga reanimatsion muolajalar qilindi. 2 marta sanatsiya orqali neyroxirurg chaqirildi. Bularga operatsiya qilmaslik masalasi bo'yicha gaplashilganda operatsiyaga hozir qilinmaydi deb tavsiya berilgan. Haqiqatda keyinchalik bolada ahvoli sekin-sekin dinamikada yaxshi tomonga o'zgarish boshlandi. Kun o'tdi, lekin o'sha 20 kun, 1 oy o'tdi. Ko'z ochiq, lekin javoblarga reaksiyasi yo'q. Ko'zini ochib ovqat yeb, gapirsangiz sal anglab, ashnaqa holatlarga keldi. Endi keyin buni qilish uchun viloyat shifoxonalariga konsultatsiya orqali konsultatsiya qilib yuborildi. Biz hozir o'sha hududdagi shifoxonaga yetib keldik. Xo'p, doktor, mana bemorni sizlar qaysi kun qabul qilib oldingiz? Bemorimiz Azizbek 22-kuni, shu 22-kuni soat 12 yo'llarda qabul qildik. Kelganda shu Namangan tumanidagi reanimatsiya bo'limida shu 1 oy davomida olishgan. Bu yerda neyroxirurg, neyropatologik, gematolog konsultatsiya bo'lgandan keyin ikkilamchi trombositopatик xastalik bo'lgan bemorda gematologiya bo'limi metodologiyasi uchun dinamikada davom ettirish uchun yerga o'tkazildi bemorda. Bemor shu 1 oy oldin bosh miyaga travmatik qon quyilishdan keyin shu koma holatiga tushgan. Davom muolajalar olib borilgan. Kelganda holati og'ir holat davomida shu sabablarni hozirgi kunda davom muolajalar boshladik. Dastlabki ko'rsatishlarda ijobiy tomonga o'zgaryapti bolamiz. Lekin hali ham o'sha xiralashgan holatda nevrologik simptomatikalar bo'lib turibdi. Davom ettiryapmiz. Xudo xohlasa yaxshi bo'lishga harakat qilamiz.